Assalomu alaykum Do'rozanlar kanali obunachilari. Xo'p, hayit ayyomiga sizlarga veterinarimizdagi chiroyli darvozalarni tavsiya qilib qolamiz. Sizlarga bir qator veterinarimizdagi darvozalar narx-navosini tanishtirib o'tiramiz. Xo'p, budjetli variantdagi shtampovka darvozamiz eniga 3,5 metr, balandligi ham 3,5 metr razmerda bo'lgan, kvadrat metr 650 ming so'mdan bo'ladi. Listlari, profillari 1-2 likda bo'ladi. Yondorlari 8 ga 6 burs profilda bo'lgan, taglari shvillerda bo'lgan. Zakaz asosida shviller yoki profil raisasini kelishki asosida yasab beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalari bor. Xo'p, keyingi darvozamiz ham high-tech fasondagi darvozamiz. Bu darvozamiz ham buni farqli tarafi darvozamizga sariq gold svetda nejerkalardan foydalanganmiz. Darvozamizning razmerlari eniga 3,40, balandligi 3,60 razmerda bo'lgan, o'ziga yarasha buni tepasida havo aylanadigan arkali joyitlari bor. Bu darvozamizning kvadrat metri ham shu bir xil kombinatsiyada ketadi. 650 ming so'mdan boshlanadi, 1 million 50 ming so'm, 1 million 100 ming so'mga chiqadi. Budjetli variantda 1 million 100 ming so'mliklari darvozamizda oldi orqasi bir xil bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda ko'rib turgan darvozangizda, darvozaxonangizda uy ichkarisidan ham shu fasonda ko'rasiz. Ishlatilgan mahsulotlardan materiallarga 100% garantiyasini beramiz. Xo'p, darvozamizga ishlatilgan mahsulotlarni aytdik. Xo'p, keyingi darvozamiz ham Dubai fason gibridda bo'lgan, high-tech formada bo'ladi. Razmeri 3,5 ga 3,30 razmerda bo'lgan. Bu darvozamizning kvadrat metrini 700 ming so'mdan qilib beramiz. Beznecha yurka holatda bo'ladigan bo'lsa 600 ming, 650 ming so'm variantda chiqadi. Darvozamiz full kombinatsiyada bo'lgan, avtomobilning kraska. Kraskalari ham GKK kraskada bo'lgan. O'ziga yarashimli necha yurkalari bor, havo aylanadigan joyi bor. Razmeri to'g'ri kelib qolgan insonlarga bo'ladigan bo'lsa 3,5 ga 3,30 shunaqa razmer atrofida chiqadi. Telefon qilsangiz 24/7 aloqadamiz. Bundan ham arzonroq darvoza so'raydiganlarga bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda high-tech fasondagi skrom darvozamiz bor. Kvadrat metri 550 ming so'mdan chiqadi. Dastavka ustanovkasi ichida. Bu darvozamizning nomini soqqali darvoza deymiz. Pechar shtampovka darvoza. Xo'p, bu darvozamizning dastavka ustanovkalari ichida ishlagan materiallari bir stenada bo'ladi. Full kombinatsiyada bo'lgan. Xudo xolasa bu ham chiroyli xizmatini qiladi. Razmerlari 3,60 ga 3,70 razmerda bo'lgan. Dastavka ustanovkasi ichida zamoklargacha qo'yib beramiz. Keyingi bu yoqda veterinardagi darvozamiz Dubai fason darvoza deyiladi. Polni Dubai fasondan, Dubai shaklidagi fasondan tashkil topgan. Darvozamizga ishlatilgan mahsulotlari, yondorlari profilda bo'lgan, burs profilda bo'lgan, ishlatilgan mahsulotlari 1,5 stenada bo'lgan. Listlari 1,3 likda bo'lgan, kvadrat metri 750 ming so'mdan chiqadi. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 3,5 metr, balandligi 3,40 razmerda bo'lgan. Zakaz asosida, kelish asosida yasab beraveramiz. Razmeriga qarab turib, ishlatiladigan mahsulotga qarab turib, darvozamizning narxi kelib chiqaradi. Narxida muammosi yo'q, kelish asosida qilaveramiz. Darvozamizga har doimgidek avtomobilning kraska ishlagan. Endi kechagi yomg'irdan keyin darvozalarimiz ustida sal loyihalar o'rnab qoldi. Shunisiga ahamiyat bermaysizlar. Imkon darajasida sizlarga chiroyli darvozalarni yetkazishga harakatdamiz. Uborkasiga ozgina uspet qila olmay qoldik. Xo'p, darvozalarimiz O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyat bo'ylab dastavka ustanovkasi bor. Bizning ikkinchi filialimiz Samarqand Jomboyda joylashgan. Qanaqasidan bo'lishidan qat'iy nazar, razmerdan, fasonning muammosi yo'q. 100 dan ortiq fasonlarimiz bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. 24/7 aloqadamiz. Navbatdagi darvozamiz Dubai fason darvozamizda kraska holatda chiqqan, beznecha yurka holati. Bu darvozamizning kvadrat metri 650 ming so'mdan chiqadi. Sababiki bu darvozamizga nerji yurka ishlatmaganmiz. Kraskaning o'zida ochiq to'q kraskadan ajratganmiz, mokri gan svetlardan ajratganmiz. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsa, eniga 3,30, balandligi 3,70 razmerda bo'lgan, full kombinatsiyada bo'lgan. Ishlatilgan mahsulotlardan hech qachon tortmaymiz. Iloji boricha, misol uchun klientlarimizga yondorini shviller qilamiz yoki profil qilamiz desak, razmer shunga taqozo qilib bo'ladigan bo'lsa, shviller qo'yish kerak bo'ladigan bo'lsa, shviller qo'yib beramiz. Unisini ta'na qilinmaydi, klientga ham aytilmaydi. Bizdan bonus sifatida bizga darvozamiz mustahkam, ishonchli va garantiyali chiqsa bo'ldi. Darvozamiz kvadrat metri 650 ming so'mdan dastavka ustanovkasi bor. Muammosiga qilib beramiz. Keyingi darvozamiz. Xo'p, bu darvozamiz afsona fason darvoza deyiladi. O'ziga yarashimli, skromli, utploni darvozamizdan bo'ladi. Darvozamizga ishlagan kombinatsiyalarni bir qator tanishtirib o'tadigan bo'lsak, xo'p, yonlariga 10 ga 10 bursdan foydalanganmiz. 2,5 talchinada bo'lgan, taglariga 10 ga 5 shvillerlardan ishlatganmiz. Juda mustahkam bo'ladi. Tortilib ketib qoladigan joyi yo'q. O'ziga yarashimli dastalardan foydalanganmiz. Bu yerga necha yurkalarni yopishtirganlar uspet qilmadik.
Dastalari ham juda mustahkam bo'lgan mana. Bemalol ushlab tursa bo'laveradi. Darvozamiz bu ko'rinib turgan joylari ikkinchi qavat hisoblanadi. Ichlariga po'klardan foydalanib ekstra shumkalarni qilganmiz. Qora rangdagi nejiverkalardan foydalanganmiz. Kombinatsiyalari 6 ga 4lari 1.7, 2.2 profillardan foydalanganmiz. Darvozamiz razmeri eniga 3.90, balandligi 3.5 razmerda bo'lgan. Piyoda qismi o'ngda addenni bo'lgan. Xohlovchilarga ichida ham qilib beraveramiz, muammosi yo'q. Darvozamiz kvadrat metri 1.300.000 so'mdan chiqadi. Full materiallar ishlangan. Xudo xolasa darvozamiz uyaltirib qo'ymaydi. Tuplyonli darvoza. Navbatdagi darvozamiz yangilik. 2026-yilda trend darajasi chiqadigan darvozamiz, high-tech fasondagi diplomat fason shohona darvozamiz. Bu darvozamizga ishlatilgan mahsulotlarni biroz tushuntirib o'tamiz. Darvozamiz X-Loyni 1.8 listdan bo'lgan, ekstra shumkalari bo'lgan. Darvozamiz tuplyonli variantda, o'ziga yarashimli suv o'rnamasligi uchun zina shaklida 9 holat 9 etaj qilib chiqarganmiz. Darvozamizga ishlatilgan mahsulotlari rossiyskiy 10 ga 5 shivillarda bo'lgan. Piyoda kirib chiqargan qismlari o'ngda addenni bo'lgan. Darvozamizga ishlatilgan mahsulotlari 8 ga 4 1.7 stenida bo'lgan. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, darvozamiz razmeri eni 4 metrga, balandligi 4 metr razmerda bo'lgan. Kvadrat metrini 1.500.000 so'mdan dastavka ustanovkasi ichida qilib beramiz. Darvozamizning kraskalari full kombinatsiyada bo'lgan, avtomobilning kachествоga ishlangan. Shu yerda hozir barcha turgan darvozalarimiz avtomobilning kachествоda ishlangan. Faqatgina kechagi ob-havo sababli ulgura olmay qoldik. Darvozamiz ustiga sal chang o'rnab qolgan, aybga buyurmaysizlar. Keyingi darvozamiz taraf fasonli nejiverkali darvozamiz. Bir qavatli bo'lgan darvozamiz. Ishlatilgan mahsulotlar 2.2 profil, 6 ga 4, 1.5 stenida bo'lgan. Bu joytlariga taraf fasonli deb nom berganmiz. 2.2 profil, 1.2 stenida bo'lgan. O'ziga yarashimli nejiverkalardan foydalanganmiz. Shohona darvozalarimiz skromli variantdagi narxlardan bittasi bo'ladi. Kvadrat metri 1.200.000 so'mdan chiqadi. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmerlari 3.30 ga 3.40 razmerda bo'lgan, splashnoy ochiladi. Piyoda qismlari mana o'ngda o'rtada bo'lgan, kelish asosida qilib beraveramiz. Xohlasa ichkariga, xohlasa tashqariga. Bu yerda vitrinada turgan darvozalarimiz barchasi ichkariga ochiladi. Kalitkalar o'ngda o'rtada bo'lgan, zamoklargacha qo'yib qo'yganmiz. Ishlatilgan mahsulotlari 10 ga 10 burs stenida profilda bo'lgan, 2.5 stenida, taglari har doimgidek 10 lik shivillarda bo'lgan. Darvozamiz til bilan ta'riflab berish sal qiyinroq, kachестволari zo'r chiroyli chiqqan. Keyingi darvozamiz taraf fason darvoza deyilardi. Gibkali varianti bo'lgan. Bu joylarda oldingi videolarimizda 2.2 profildan taraf sifatida foydalanganmiz. Bu yerlari barcha darvozalarning hamma joyiga gibkadan foydalanganmiz. Yondorlari 10 ga 10 2.5 stenida bo'lgan. Taglari har doimgidek shivillar. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri 3.5 metrga 3.5 metr razmerda bo'lgan. Piyoda qismlari o'ngda o'rtada. Darvozamizning tagi har doimgidek shivillar. O'ziga yarashimli baquvvat ruchkalar qo'yilgan. Avtomobilning kachествоda ishlangan, darvozamiz shumka qilingan. 6 ga 4 1.7 stenadan foydalanganmiz. Darvozamiz kvadrat metrini 1.400.000 so'mdan chiqarib beramiz. Dastavka ustanovkasi ichida. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like, comment esingizdan chiqmasin. Bu yerda turgan barcha darvozalarimiz sizga yoqqan bo'lsa, like, comment bosib ketasizlar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24/7 aloqadamiz.